Intim uchun penka tayyorlaymiz. Qizlar har xil retseptlar joniylarga tegdi. Sizlarga ham foydasi yo'q retseptlardan charchadim. Men sizlarga o'zimga giyohli 100% ishlaydigan retsept bilan bo'lishmoqchiman. Menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bizga kerak bo'ladi Alisa sovunining yarmi, teng yarmi. Men prosta sizlarga sipras ko'rinishi uchun yarim orqa tarafdan chiqardim. Ili daf sovunining yarmi kerak bo'ladi. Ikkalasini qirg'ichdan chiqarib olasizlar qizlar. Yaxshilab men oldindan tayyorlab qo'ygandim. Ili xuddi shu cheredadan bunaqasidan bo'lmasa maydasidan olsanglar ham bo'ladi. Men maydasidan topolmaganim uchun shundan foydalandim. Ikkalasini ramashka bilan birga tindirib qo'yamiz. Bir 10-15 minut tursa yetadi. Men videoni tezlashtirib oldim qizlar. Keyin bizga kerak bo'ladi trixapol, xuddi shunisidan 6 ta dona. Mana pastda ham ko'rsatib qo'yganman. 6 ta dona maydalab olganman. Ili politserindan ham xuddi shunaqa qilib maydalab olganman. Achchiq tosh qo'shdim, 1,5 choy qoshiq ili 1 choy qoshiq soda qo'shdim. Oddiy chayni soda ili tayyor bo'lgan massani sekin sitadan o'tkazib olsanglar ham bo'ladi. Men sita olib kelishga eringanim uchun shu narsalarni ko'rsatib beraman. Sitadan o'tkazib olasizlar, yaxshilab aralashtirib turib mikser qilasizlar. Ozgina bir 3-4 marta aylantirganingizdan keyin qizlar 3-4 marta aylantirasizlar. Keyin ichiga levamikol mazidan 1 choy qoshiq qo'shasizlar. Nega kerak qizlar? Bilasizlar, levamikolda hech qanaqa zararli tarafi yo'q. Ishlatgan mahsulotlarim bemalol tarkibi bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi qizlar. Ili haftada 2 marta ishlatiladi. 3-4 marta aylantirganingizdan keyin levamikol qo'shib olasizlar. 1 osh qoshiq qizlar. Menda kamligi uchun kam qo'shdim. Kam qolma. 1 osh qoshiq levamikol qo'shasizlar. Keyin yaxshilab mikser qilib haftada 2 marta ishlatsanglar bo'ladi. Bemalol ishonib qilsanglar bo'ladi. Sinovdan o'tgan mahsulot. Kimga agar xuddi shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, o'zimda ham nalichida bor qizlar. Bemalol ishonib xarid qilsanglar bo'ladi.